لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Robbi anzilni munzilan muborak va anta xayrul munzilin. Allohim azmatlarimizni obod qilib, hammamiz ibodatda, ilmda, taqvoda yurishni Alloh nasib qilsin. Kelayotgan chaqalog'imiz odamlari qutlug' bo'lib, nasibali ikki dunyoda jannatga olib kiradigan haqiqiy muhsina, mutqina, qorilardan bo'lsin. Rizqi baland, umri uzoq bo'ladigan, haqiqiy ummatga xizmat qiladigan soliha mo'mina qizlardan bo'lsin. Sana bunaqa sakina jannatga olib kiradigan qizlardan bo'lsin. O'zing ham taning sog', umring uzoq bo'lsin. Sakina bilan umringni oxirigacha baxtli, saodatli bo'lib, jannatda ham birga bo'lishini Alloh nasib qilsin. Dasturxoningga, uyingga Alloh baraka bersin. Kulganlarni o'rni to'lsin. Uying hamisha yaxshilar bilan to'la bo'lsin. Alloh hamma to'kilganlarning o'rniga 1000 barobar qilib cho'nchigini to'ldirib, yaxshi uylar olgin. Amin. Bolalaring rohatlanib ko'rib yurgin. Muhammad Ali ham katta yigit bo'lsin, opa singil bo'lib ko'p yillarda aka singil bo'lib ko'p yillarda san xizmatingni qiladigan farzandlardan bo'lasan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Bizni ham san rohatlanib ko'rganingni ko'rib xursand bo'lib yuraylik. Oxirigacha odamlar ham tanlari sog', umrlari uzoq bo'lib, bellari quvvatli bo'lib, ko'zlariga Alloh nur bersin. Sani yaxshi kunlaringni ko'rish olamdan nasib qilsin. Robbana Allohumma salli va sallim va barik ala nabiyyina Muhammad. Qo'shganinglar bilan qo'shiqlaringlar, bolalaringlarni saodatli bo'linglar. Pomog'i ketsalar, bu baxt bo'ladi. Menga ham shunaqa nevaralar nasib qilsin. O'zi nevarami ham meni ham. Yana nasib qilsin. Katta nevara bu. Mana katta qilib. Yaqinda shuni chiqarib keluvdi. Gapirma. Men kim bo'ldim lekin? Ana qiziq keldi. Biz keluvdik biz. Men yo'q edim. Nimalarning xudoni bolasidirdik-ku. Bu ham xuddi shunaqa bo'ldi. Do'mi bola